13-trek. Baland timlar ostida xaridor nimaniki tilasa, hammasi mavjud. Har tomonda odam g'ij. Har qadamda qalandarlar, gadolar tentiraydilar. Ular o'tgan ketganga pashshalardek yopiriladilar. Tillana ketidan uzoq boradilar. Dehqonlar bozorga keltirilgan narsalarini sotib, tushgan pulga hech narsa kelmasdan tajang bo'lib rasta oralab kezdilar. Har yonda qullik, qashshoqlik, yo'qchilikning og'ir havosi nafasni bo'g'adi. Muhtojlikdan esini yo'qotgan ba'zi birovlar nasha, ko'knor, sharob bilan o'zlarini ovutmoqchi bo'ladilar. Chang tuproq to'zonida rang ro'yi bo'zargan chirkin libosli bangilar dunyo g'amidan qutulgandek chekka-chekkada munkayib qotgan yoki behush yumalab yotadilar. Boshida uncha katta bo'lmagan oppoq salla, egnida oddiygina choponli, soch soqoli moshguruch bo'la boshlagan bir odam indamay bozor bo'ylab ketadi. Uning yonida qotmadan kelgan baland bo'yli, qora soqol, mo'ylabi iyagi va yuqori lablarining ustini arang qoplagan oddiy, ko'zga tashlanmaydigan kiyimli bir yigit asta qadam tashlaydi. Ikkala hamroh o'ychanlik bilan yo'l bosadilar. Ular biror do'konda savdo qilmaydilar. Atrofni to'ldirgan do'konlarda uyilib yotgan mol va matolarga qarashmaydi. Bu yo'lovchilarning ko'zlari odamlarda. Mana, bozor maydonlaridan birida mayda-chuyda narsalar bilan savdo qiluvchilarning safi. Ular yerga o'tirib olganlar. Oldilarida turli-tuman lash-lushlar sochilib yotibdi. Chordana qurib o'ltirgan bir qo'lli mo'ysafid oldidagi latta ustida yotgan 2-3 ta zanglagan qulf, bir hovuch mix, 5-6 ta temir tirsaklardan bo'lak boshqatdan terib chiqmoqda. Nariroqda ko'zi og'riq, xarob kiyimli bir xotinning oldida hech kim olmaydigan 2-3 kir xalta, tandirga non yopganda kiyiladigan yeng, 2-3 eski do'ppi yoyilib yotibdi. Xotinning yonida 3-4 yoshli kasalvand bir bola. Undan narida esa ustida juldur lattalar ilingan, ochlikdan shishib ketgan bir gado tilanib o'ltiradi. Bozorda mayiblar, kasallar, bangilar ko'p. Har ikkala yo'lovchi bu ojiz kimsalarning holiga achinib boqadilar. Ularning dardkash nazarida bu mayiblarning holini yengillashtirish o'yi borligi qarashlaridan ayon. Bozordan chiqib, hamrohlar Urganchning katta ko'chasiga chiqdilar. Yo'l usti ular peshtoqlari zarhal naqshlar bilan bezalgan bir do'konga kirdilar. Do'konda baxmal to'n va zarrin do'ppi kiygan semiz do'kondor va uning 2 xizmatchisi xaridor yo'qligidan bekor o'tirar edilar. Kirgan kishilarni ko'rgan zahotiyoq do'kon egasi sapchib o'rnidan turib ularga salom berdi va har ikkalalarini ham hurmat va xursandlik bilan qarshi oldi. Assalomu alaykum, vazir hazratlari, qadamlariga hasanot, xush kelibdilar, marhabo, assalomu alaykum, tabib hazratlari. Ikkala xizmatchi turgan joylarda kirganlarga egilib, ta'zimda qotgan edilar. Moshguruch soqolli kishi Xorazmshohning vaziri Abul Hasan Ahmad ibn Muhammad as-Sahli. Uning hamrohi esa tabib Abu al-Husayn ibn Abdulloh ibn Sino edilar. Kirganlar do'kondorning salomiga alik berishdi. Do'kondor ularni taxta supaga taklif qildi. Uchovlari supa ustidagi ko'rpachalarga o'ltirishdi. Fotihadan so'ng xizmatchilardan biri dasturxon yozib, non, shirinlik, choy va sharbat keltirdi. Vazir do'kon egasini yaxshi tanir, u bilan uncha-muncha oshnoligi bor edi. Shuning uchun shahar ko'chalari va bozorni aylanib o'rgach, ozgina hordiq chiqarmoq uchun bu do'konga kirgan edi. Vazir do'kon egasiga dedi: "Biz janob tabib bilan shahar ahvolini hech kimga bildirmay ko'rib yuribmiz. Taassurotlari qandaydir?" ehtiyotkorlik bilan so'radi do'kondor. Vazir indamadi. Do'kondor o'z savoliga o'zi javob berib dedi: "Janob podshohi olam a'lo hazratlari va u ulug' zotning muborakpanoh vaziri odillarining davlatlari ko'lankasida fuqaro har qancha shukronalar qilsa oz. Iloho shoh hazratlar va ularning elparvar arkoni davlatlarining umrlari uzoq,
davlatlari barqaror va mustadom bo'lsin. Bu yaxshi niyatlarning amalga oshmog'i uchun odamlarning tanlari sog', ruhlari yengil bo'lmog'i va bunday davlatni saqlay bilmoqlari darkor, dedi tabib. Bu fikringiz nihoyatda maqbul, dedi do'kondor. Ammo salomatlik hifzining qoidalari aytilgan kitoblar bitilsa, ularni o'qib odamlar o'sha qoidalarga rioya qilib salomatlik xushvaqtligini saqlay olar edilar. Odamlarni salomatlikka saqlashga o'rgatuvchi kitoblar ozmi ko'pmi bor, dedi vazir suhbatga aralashib. Ammo ba'zilar ulardagi qoidalarga rioya qilmay o'z sog'liqlariga putur yetkazadilar. Putur yetkazgach ne qilmoq kerak? Qanday qilib tanaga va ruhga yopishgan illatlardan qutulsa bo'ladi? Nimalar qilib bemor o'z sog'ligini tiklamog'i mumkin? Ana shu borada kitob yozilsa maqbul bo'lar edi. Vazirning ko'z o'ngidan bozor maydonlaridagi mayiblar, kasallar, bangilar birma-bir o'tdi. Aslida insofli, olim va fozil bu odam tashviqot, ma'rifat yordamida kasalliklar, qashshoqlik va ochlikni yo'qotsa bo'ladi deb ishonar. Adolatsiz mahkama egalari, qallob va firibgar sudxo'rlar, beshafqat xo'jayinlarning zulmi bu illatlarni tug'dirajagini tushunmas edi. U zulm va nohaqlikning zaharli daraxtini quritmoq istar, ammo uning tomirlarini emas, ayrim bo'toqlarini kesmoq bilan uni o'zgartirmoqqa intilar edi. Agar shu bilan el sog'ligi saqlanadigan bo'lsa, shunday kitob yozilgani bo'lsin, dedi tabib. Inson o'z sihatini saqlamog'i uchun, dedi vazir, havo, hammom, ozuqa, suv va turli ichimliklardan to'g'ri istifoda etmog'i kerak. Bu ishlarda yo'l qo'yilgan xatolar, yana harakatlar, bo'shalishlar va o'zga ishlardagi qusurlarning tuzatilish usullari o'sha kitobda ko'rsatilmog'i darkor. Tabib bu vazifani o'z uhdasiga olganini bildirib, vazirga bosh egdi. Muhtaram tabib hazratlari, dedi do'kondor, sihatni saqlashdagi xatolarning oqibati qanchalar mudhish ekanligini boshdan kechirib o'tiribmiz. Mening opam uzoq yillardirki sil kasaliga mubtalo bo'lgan. Qilinmagan dori-darmon qolmadi. Ular foyda o'rniga faqat zarar yetkazadi. Mana hozir hammamiz Allohning irodasiga bo'yin egib, qazoga rizo bo'lib o'tiribmiz. Do'kondorning ovozi sal qaltirab, ko'zlarida yosh aylandi. Abu Ali Husayn ibn Abdulloh garchi har kuni ne majruh va mayiblarni ko'zdan kechirsa-da, uning ko'zi va ko'ngli inson boshiga tushgan baxtsizliklarga hech ko'nikmas. U hamisha barcha dard va alamlarga qarshi kurash kayfiyati bilan to'la edi. Tabib sil kasalidan o'layotgan juvonning bo'zdek oqargan yuzi va eti suyagiga borib yopishgan gavdasini ko'z o'ngiga keltirdi. Bozor maydonlaridagi och, yalang'och, kasal va majruhlar ahvolidan tug'ilgan og'ir taassurotga bu ham qo'shildi. El baxtsizligi, zanglarini oz bo'lsa-da, ketkazmoq uchun hali tabiblar qancha mehnatlar qilmoqlari kerak. Bemorni menga ko'rsatsangiz, dedi tabib do'kondorga. Marhamatlari uchun tashakkur, dedi do'kondor, dasturumoli bilan ko'zlarini artib. Orzuyimiz shu edi. Janob vazir hazratlarining bu kulbaga tashrifi oliylari tufayli ezgu tilagimizning ijobat bo'lmog'iga shukronalar qilurmiz. Vazir, tabib va do'kondorning suhbati yana biroz davom etdi. So'ng mehmonlar do'kondor bilan xayrlashib ko'chaga chiqdilar va saroy sari yo'l oldilar. Mahkama egalari, devon xodimlari, qozilar haqiqiy ahvolni bizdan yashiradilar. Yolg'on xabarlar yetkazib, shohni va arqoni davlatni aldaydilar, dedi vazir Abul Hasan as-Sahli yo'lda ketayotib, do'sti tabib Abu Ali Husayn ibn Abdullohga. Shuning uchun goho kishi bilmas shaharga tushmoq, el ahvolidan shaxsan ogoh bo'lib turmoq biz uchun vojib, xizmat uchun foydalidir. Xizmat esa el sihati, ulusning barqaror va barkamol bo'lmog'iga qaratilishi shart. Bu borada sizning yozadigan kitobingiz ham katta naf yetkazajak.
O'sha kuni kechqurun tabib Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sino o'zining vazir Abul Hasan Ahmad ibn Muhammad as-Sahli topshirig'iga ko'ra o'ylagan kitobini yozishga kirishdi. Bir necha muddat o'tib, bu kitob yozilib bitdi. Uning nomi Daf'il Mizor al-Kulayya an al-Badan al-Insoniya Batadoriki an va Xitoat tadbir. Tadbirdagi turli xatoliklar tufayli inson badanida yuz beradigan kasalliklarni ketkazish deb ataladi. Silni davolash. Kuzning boshlanishi. Daraxtlarning barglari sarg'aya boshlagan, lekin xazonrezgilik hali boshlangancha yo'q. Kuz gullari garchi latofatini saqlagan bo'lsa-da, odamlar nazari ularga tushmaydi. Odatdagidek, barvaqt turgan Abu Ali Husayn ibn Abdulloh nonushtadan keyinoq darhol bemorlarni ko'rishga kirishgan. Bu ish har kuni 2 soatcha vaqt oladi. Oxirgi bemorni kuzatib bo'lgach, tabib ichkari hovlidagi ishxonasiga o'tdi va xontaxta yoniga o'ltirib, uning ustida ochiq qoldirilgan kitobni qo'liga oldi va uni to'xtagan joyidan qarab chiqa boshladi. Tabib 1 soatcha kitob bilan tanishgach, sal toliqdi shekilli, o'rnidan turdi va xonadan chiqib, tashqari hovli sari yo'l oldi. Tashqari hovliga chiqqach, xizmatchi kelib tabibga kimningdir so'rayotganini aytdi. "Ayt, kirsinlar", dedi tabib. Ko'cha eshikdan o'rta bo'yli, to'la gishchali, oq salla va sarg'ish avra to'n kiygan bir kishi kirib kela boshladi. U yaqinroq kelgach, tabib do'kondorni tanidi. Ular salomlashishdi. Do'kondor tabibga notob opasini ko'rsatmoq maqsadida kelganini bildirdi. Tabib va do'kondor birgalashib bemor yotgan hovli tomonga yo'l oldilar. Ular bir necha ko'chalarni bosib o'tib, nihoyat bir tor ko'chaga kirdilar. Do'kondor tabibni ustida bolaxonasi bor darvozadan olib o'tib, kattagina bir hovliga olib kirdi. So'ng hovlining ikki chekkasidagi qator uylardan biriga boshladi. Mo'jazgina uyning to'rida ko'rpa yostiq qilib bir bemor ayol yotibdi. Yoshi 40 dan oshgan. Rangi sap-sariq, nursiz ko'zlari ichiga cho'kib ketgan. Ko'rpa ostidagi ingichka qomati piltakashdek cho'zilgan. Bemorning chehrasiga o'lim soyasi tushgan. U og'ir nafas oladi. Uyda motam sharpasi kezadi. Bemorning boshida bir kampir pichir-pichir duo o'qib o'tiribdi. Kampir goho oldidagi choynakdan bir piyolaga choy quyib, bemorning lablariga tomizadi. Bemor esa tamshanib u qatrani yutadi. Uydagilar bemordan umid uzganlar. Ular oxirgi soatni itoat bilan kutmoqdalar. Husayn ibn Abdulloh bemor bilan salomlashib, ohista uning yoniga cho'kdi. Tabib bemorning cho'pdek ozg'in bilagini qo'liga olib, tomirini axtarib topdi va uni bir oz vaqt ushlab turdi. So'ngra ko'rpani ko'tarib, ko'kragiga nazar soldi. Bemorning cho'kib ketgan ko'ksi sezilar-sezilmas ko'tarilar. Har bir nafas olish bemorga qanchalik mashaqqatli ekani sezilib turardi. Tabib kasalni diqqat bilan ko'rib bo'lgach, uning ukasiga dedi: "Notoblik ancha o'tib ketgan ekan. 20 yilcha bo'libdi. Nega ilgariroq oldini olmadingiz?" "Boshida bilolmay qoldik. Keyin ko'rilgan choralar esa kor qilmadi. Siz to'g'ri aytdingiz. Bechora opamiz 23 yildan beri bu dardi bedavoning azobini chekadilar." Sil kasaliga yo'liqqan kishining holi ayniqsa kuzda og'irlashadi. Hozir xuddi shu mavsum kelgan. Shuning uchun bemorning holi murakkablashgan. Inshaalloh shifo toparmiz. So'ngra tabib bemorga yuzlanib dedi: "Xavotir bo'lmangiz, shifolaymiz. Sog'ayib, hech narsani ko'rmaganday bo'lib ketasiz." Bemorning labida tabassumga o'xshash bir qimirlash paydo bo'ldi. Uning nigohida umid bir porlab, yana o'chdi. Husayn ibn Abdulloh xonadan hovliga chiqdi.
Uning ketidan bemorning ukasi, do'kondor ham chiqdi. Tabib unga qat'iy ohangda dedi: "Motam tadorigini to'xtatingiz. Tirik odamga aza tutmoq mumkin emas. O'zingizdagi, ayniqsa bemordagi umidsizlik kayfiyati o'sha mudhish muhlatni yaqinlashtiradi xolos." Shundan so'ng tabib bemorga qanday taomlar bermoq va nimalar qilmoq kerakligini mufassal ta'kidlab aytdi. Xushhidli ko'k o'tlar, ziravorlar bilan aralashtirilgan taomlar berilsin. Bemor gullarni ko'proq hidlasin. Tinch va beharakat yotsin. Xafalik keltiruvchi xabarlar va gaplar aytilmasin. Bemor har kuni jo'lajobin, gulqand iste'mol etib tursin. Uni hatto non bilan yesa ham bo'laveradi. Qancha ko'ngli ko'tarsa shuncha yeyaversin. Yana echki va eshak suti ichkazish kerak. Agar yangi farzand ko'rgan xotinning suti berilsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Husayn ibn Abdulloh uy egasiga yana boshqa dorilarni ham aytdi va ularni borib xizmatchisidan olmoqni tayinladi. Sil xotinni davolash uzoq davom etdi. Bemorning ukasi opasiga juda g'amxo'r chiqdi. U tabibning aytganlarini muttasil amalga oshira bordi. Bemorga u shuncha jo'lanjobin, gulqand topib kelib yegizdi. Eshitganlar ishonmasligi ham mumkin. Topib vaqti bilan bemorning ahvolidan xabar olib turdi. U bemorning holidan o'zgarish sodir bo'lgan sari yangi dori-darmonlar tayinlay bordi. Haftalar, oylar shu zaylda kechdi. Asta-sekin bemorning rangi ochilib, chehrasiga tushgan o'lim ko'lankasi chekina boshladi. Qarashlarida iliqlik paydo bo'ldi. Foydali taomlar, dori-darmonlarni muntazam qabul qilish, rejimning ehtiyotliligi, atrofidagilarning motamkashligi emas, aksincha shifoga umid va ishonchi bemorga yaxshi ta'sir qildi. Unda ishtaha paydo bo'ldi, sekin-sekin taniga et o'na boshladi. Shu yo'sinda bir yilcha vaqt o'tdi. Bemor ayol ajal changalidan qutuldi. Sekin-asta semira bordi va bora-bora butunlay sog'ayib ketdi. Safar. Yoz oqshomi. Atrofga g'ira-shira qorong'ulik cho'kkan. Katta bog' ichida favvoralar erkin o'ynaydi. Chaman ochilgan gullar gulzor ustini oq rangli gilam singari qoplagan. G'ir-g'ir esgan shabbodalar gullarning xush bo'ylarini har yonga yoyadilar. Katta, to'rt tomoni ochiq, shiplari va ustunlariga rang-barang naqshlar o'yilgan ravoq. Uning o'rtasida qandillarda shamlar yonadi. Atrofga solingan ko'rpachalarda o'ltirib, bir guruh odamlar shavq bilan suhbat qurmoqdalar. Ularning hammasi boy bezakli jomalar kiygan. Ko'plarining oldida kitoblar ochiq, ba'zilarining qo'lida qog'oz va qalam. Bu Xorazmshoh qasridagi olimlar anjumani. Anjuman qatnashchilari falsafa, mantiq, astronomiya, tib, fiqh, matematika va boshqa fanlar bo'yicha bahs qilmoqdalar. Hammalari bilimdonlik, hozir javoblik, bahsdagi mahorat sho'ralarini sochadilar, bir-birlarining fikriga odob bilan nafis jumlalarda, yoqimli ovozda qat'iy e'tiroz bildiradilar. Bu bilim, zukkolik, yumshoqlik, ammo o'z fikrida sobit qadamlik namoyishi. Shayx Abu Ali Husayn ibn Abdullohning bugungi tortishuvlardagi ishtiroki sust. U bir chekkada xomush o'ltiribdi. Nima uchundir ertalabdan beri ulug' tabibning ko'ngli g'ash. Sababini o'zi bilmaydi. Ammo bunday kayfiyat qandaydir yaqinlashib kelayotgan noxushlikning belgisi ekanini sezadi. Suhbat bir me'yorga yetib, olimlar ozgina tanaffus qiladigan bo'lishdi. Abu Sahl Masihiy Shayx Abu Ali huzuriga kelib, uni tashqariga taklif qildi. Har ikki olim boqqa, favvoralar otilib turgan yo'lga chiqib, sekin sayr qila boshlashdi. Oqshom tunga o'tib bormoqda. Qop-qora osmonning ko'p sonli ko'zlari jimir-jimir miltillaydi.
bog'da qushlar jarangi favvora sadolarga qo'shilib yangraydi. Dim havo suv zarralarini har yonga eltayotgan shabboda tasvirida tebranganday bo'ladi. Abu Sahl Masihiy o'z suhbatdoshini bog'ning holiroq chekkasiga boshladi. Ular ko'z ilg'amas bir joyga yetishganda Masihiy dedi: "Shayx, siz va men uchun juda muhim bir xabar bor." Shayx Abu Ali qiziqsindi. "Ne xabar ekan?" "Bugun kunduzi vazir As-Sahli meni o'z huzurlariga yo'qladilar. U kishi aytdilarki, G'azna podshohi Yaminut davlat sulton Mahmud G'aznaviy Xorazmshohga maktub yo'llaganlar. Bu maktubda sulton Mahmud Xorazmdagi olimlar va tabiblarni o'z dargohida ko'rmoqni istaganini yozgan. Shuning uchun yaqin kunlarda hammamiz G'aznaga jo'nashimiz kerak bo'lar. Lekin bu maktubni keltirayotgan elchi hali Xorazmshoh huzurida bo'lganicha yo'q. Uni shoh ertaga qabul etadilar. Mening shaxsan sulton Mahmud huzuriga bormoq niyatim yo'q. Chunki musulmon dunyosining fotih sultoni bilan bir bechora xristian olimi o'rtasida do'stlik bo'lmas. Shuning uchun men shu tundayoq Xorazmdan ketmoqchiman. Shu gaplardan sizni ogoh etmoq maqsadida bu yerga chorladim." Shayx Abu Ali o'ylanib qoldi. U sulton Mahmud G'aznaviy to'g'risida ko'p narsa eshitgan. Sultonning islom bayrog'i ostida tutgan yo'li ilm va hur fikrlilikka zid ekani unga ayon. Ayniqsa qarmatlarga sultonning ashadiy dushman ekani ma'lum. Bir umr shunday mustabid podshohga tobi bo'lmoq olim uchun qanchalar mushkul bo'lajagi aniq. Biroz taradduddan so'ng Shayx Abu Ali suhbatdosh Al-Masihiyga dedi: "Meni Xorazmda bog'lab turgan biror ilinjim yo'q. Oila, bola chaqalarim ham yo'q. Yolg'izman. Shuning uchun sulton Mahmud qo'lidagi bandalikdan ko'ra erkin darbadarlik men uchun afzal. Qayerdaki insonlar yashasa, tabib ularga kerak. Shuning uchun men ham siz bilan birga ketganim bo'lsin." Ikki olim shu kechasiyoq Xorazmdan Jurjon sari yo'l olmoqqa jazm qildilar. Bog'dan chiqib Shayx Abu Ali o'z hovlisiga jo'nadi. U safar tadorikini ko'rishi lozim. Al-Masihiy esa bu qarordan vazir As-Sahliyni ogoh etib, so'ng shayx huzuriga keladi. Ular tong otarda yo'lga chiqadilar. O'sha kechasi Xorazm osmonida tong nurlari jilo bermasdan burun 3 tuyadan iborat kichik bir karvon Gurgan shahrining janubiy darvozasidan chiqib ketdi. Vazir As-Sahli maxsus tayinlangan yo'l boshlovchi bu karvonni shahardan chiqarib yuborish to'g'risidagi farmonni darvozabonlarga yetkazgan va yo'lchilarni o'zi boshlab olib ketmoqda edi. 3 tuya Gurganchdan ancha uzoqlashganlarida falakda Subhi Kozib o'rnini Subhi Sodiq egalladi. Oldin osmonda sus yorug'lik paydo bo'ldi. So'ng bu yorug'likning o'chmas manbai sekin-sekin yuz ko'rsata bordi. So'ng uning chehrasidan taralgan yorqin nurlar Xorazm o'lkasini boshdan oyoq cho'lg'adi. Tong otdi. Urganchdagi shoh qasrida sulton Mahmudning elchisi Xorazmshoh Ma'mun ibn Ma'munga o'z podshohining Xorazmdagi olimlarni G'aznaga jo'natmoq to'g'risidagi nomasini topshirayotgan vaqtda Shayx Abu Ali va Al-Masihiy Qoraqum sahrosining sulton Mahmud qo'li yetmaydigan qa'riga cho'mib ketgan edilar. Safarning birinchi kuni tinch o'tdi. Ikkinchi kuni ham odatdagidek kechmoqda. Quyosh tikkaga kelgan, atrofda ahyonda bir g'uj saksovullar ko'rinib qoladi. Yo'lni kesib katta kaltakesaklar chopadilar. Behisob qum uyumlari tuyalarning oyog'i ostida uvalanadi. Kajavalar bir me'yorda tebranadilar. Yo'l boshlovchi ishonch bilan o'z tuyasini dadil haydaydi. Havo haddan tashqari issiq. Osmon ochiq. Har taraf yop va yorug'. Bunday havoda karvon yo'ldan adashmaydi. Tush payti safarchilar to'xtab, bir tup katta saksovul soyasida
ozgina ovqatlanib olishdi va hordiq chiqarishdi.